Assalomu alaykum. Hozir sizlarga buyraklarni tabiiy va meditsina usulida uy sharoitida tuzlardan, qumdan tozalash mumkin bo'lgan usullarini, yo'llarini aytib beraman. Juda ko'pchilik o'ziga borgan paytida buyuragingizda qum bor ekan, tuz bor ekan deydi. Bu tosh oldi bo'lgan holat, ya'ni tosh hosil bo'lishidan oldin mana shunday vaziyat bo'ladi. Bu vaziyat bo'lib turgan paytda buyraklar sanchiydi, ozgina yengil yallig'lanish bo'ladi, odam tez-tez siyishga boradi, kechalari bezovta bo'ladi. Xullas, demak buyraklarni tuzdan, qumdan yuvadigan tabiiy usullariga keladigan bo'lsak, albatta tabiiy mahsulotlardan birinchi navbatda tarvuz. Kun aro tarvuzni to'yib iste'mol qilinganda, aytaylik 1 kilo, 1,5 kilogacha bo'lgan tarvuzni katta odam o'zi iste'mol qiladigan bo'lsa, 2-3 soatning ichida buyraklar juda yaxshi jadal ishlab, yuvilib chiqib ketadi. Buni kun aro jami 10 marotaba takrorlaydigan bo'lsangiz, tabiiy ravishda buyraklar ancha o'zini yuvib tiklab olgan bo'ladi. Keyingi usul, bu ham tabiiy usul bo'lib, petrushka bor-ku, ko'kat zelinlarning ichida. Shu petrushkani quritib qo'yib, bir hovuchini 1,5 litr qaynoq suvga damlab qo'yiladi. Damlab tindirib qo'yib, iliq holatda kun davomida 200-250 ml ichib yuriladi. Haftada 2 marotaba bu tabiiy usulni takrorlanadi. Jami 1,5 oyni ichida siz 10 marotaba mana shu uslubni qo'llaydigan bo'lsangiz, bu usul ham buyraklarni qumdan va tuzlardan anchagina yuvib tozalashga yordam beradi. Doktor Isyonovning Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal. Petrushka damlamasi Ibn Sino davridan hozirgacha tabobatda yaxshi qo'llanib kelmoqda. Keyingi usul miyata damlamasi 1 osh qoshiq 1 litr qaynoq suvga damlanadi. Ustidan 1 dona o'rtacha limonni so'k sharbati siqib solinadi, aralashtiriladi. Ushbu 1 litrlik suyuqlikni ertalabki kun davomida 3-4 ga bo'lib iliq holatda ichiladi. Bu jarayonni har 3 kunda 2 marotaba qilinib, to 7 marotaba 7 kun ichilgancha takrorlanadi. Demak, bugun ertaga ichiladi, indinga dam. Yana shu holat bugun erta takrorlanadi, bir kundan yana shu holat. Jami 7-8 marotaba shu ichimlikni ichgandan keyin sizni buyraklaringiz tuzdan, qumdan anchagina yuvilib tozalanadi. O'zingizda bir qator ko'rib tekshirib, bu muolajalarni yana bir qator takrorlasa bo'ladi. Bundan tashqari dorixonalarda fitochoy, tabobat olamida yig'ib terilgan pochka buyraklar uchun jamlangan maxsus damlamalar bor. Buyraklar uchun fitochoy bering desangiz, dorixonada tibbiyotdan tekshirilganlarini beradi. Ular tarkibida 4 xil yoki 5 xil, janari borsa 7 xil o'simliklar bo'ladi. Instruksiyasiga binoan damlab ichasiz. Ular ham buyraklarni tuzdan, qumdan yuvishga ancha samara ko'rsatadi. Albatta tabiiy usullarni ham, tibbiy usullarni ham qo'llagan paytda inson faol bo'lishi kerak. Ertalab yarim soat piyoda yurish, kechki payt yarim soat piyoda yurib aylanib kelish kerak. Kamida. Endi tibbiyotda, meditsinada buyraklarni yuvib tozalashga ishlatiladigan preparatlarni aytaman. Bilib qo'ying, men hech qachon firmachi dorilar bilan ishlamayman, ishlamaganman. Hech qanaqa meditsina preparatlarini sotuviga aralashmaganman, aralashmayman, reklama qilmaganman, qilmayman. Internetda meni nomimdan sun'iy intellektlar bilan montaj qilib, soxta qilingan reklamalar uchrab turishi mumkin, lekin hech qachon ularga aldanib, meni aytdi ekan deb xarid qilib o'tirmang. Sizlarga bilim sifatida aldanmasligingiz uchun ham arzon, ham tibbiyotda tekshiruvdan o'tgan preparatlarni nomlarini davo sifatida eslatib o'taman xolos. Lekin hech qachon sotuvlariga, reklamalariga aralashmaganman, aralashmayman. Birinchisi fitalizin pasta. Asosan Rossiyada va Germaniyada ishlab chiqarilgan. Fitalizin pastasini ham tarkibi ayrim turdagi giyohlardan tashkil topgan. Uni instruksiyasiga binoan ma'lum bir kurs bo'yicha bir pastani o'zini qabul qilingan holatda anchagina mana shu
buyrak, siydik yo'llarini qum tuzlaridan tozalab ketishga musharraf bo'lasiz. Uni ichgandan keyin siydik yo'llaringiz, siyilishlaringiz bir kengayib, tez-tez bo'lganini his qilasiz. Bu uni effekti. Keyingi preparat Uralisan preparati. Uralisan tarkibi giyohli dorilardan bo'lib, siydik yo'llarini asosan yallig'lanishga qarshi va og'riqlar bilan namoyon bo'ladigan vaziyatlarda qum va tuzlarni yuvishga tavsiya qilinadi. Keyingi preparat bu ham tibbiyotda isbotdan o'tib, ilmiy tekshiruvlardan o'tgan Siston degan preparat. Uni ham ma'lum bir kurs bo'yicha qo'llaganda anchagina siydik yo'llaridagi qum tuzlarni yuvishga samaraga erishasiz. Bu preparatlarni qaysi birini qo'llagan paytingizda ko'proq siyganligingiz bois qon quyuqlashib tanadan suyuqlik ko'p chiqib ketmasligi maqsadida uni o'rnini to'ldirish uchun haftada 2 marotaba oddiy 0.9% 500 ml natriy xlorni yoki 5% 500 ml glyukoza osmokolini olib turgan yanada yaxshi. Qon quyuqlashib ketmaydi va buyraklar yaxshiroq yuviladi. Toza suv kiradida, organizm detoksikatsiya bo'ladi. Ana shunday qilib bugun sizlarga eslatmoqchi bo'lgan oddiy samarali uy sharoitida bezretsept qo'llasa bo'ladigan buyraklarni qumdan, toshdan tozalovchi effektli ma'lumotlar shulardan iborat edi. Ma'lumot sizga ma'qul kelgan bo'lsa, men xursandman. Bilib qo'ying, buyraklaringiz qancha yaxshi ishlasa, qon shuncha toza turadi. Qon qancha toza bo'lsa, umringiz shuncha yaxshi bo'ladi. Ichki a'zolaringiz shuncha toza va sifatli ozuqalar bilan oziqlanib turadi. Shuning bilan birgalikda ratsioningiz, ovqatlanish tartibingiz, sifati, kundalik turmush tarzingiz, vaqtida uxlashingiz, vaqtida aktiv bo'lishingiz, bular ham yuragingizni salomatligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Albatta, zararli odatlardan ham voz kechishingiz kerak. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Yana qaysi a'zolarni tozalashga shunday usulda informatsiyalar chiqarishimni takliflaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Poko! Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ishchanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachar qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachar qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.